إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Qadrli ko'rarman qarindoshlar, bugungi darsimizda islomdagi o'ttirhollik haqida to'xtalamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va anna haza sirati mustaqiman fattabi'u va la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi tattaqun. Shaksizki bu mening to'g'ri yo'limdir. Shunga sizlar mushu to'g'ri yo'lda meninglar, noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Chunki u noto'g'ri yo'llar sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Islom dini har jihatdan o'ttirhollik kamoliyatiga ega bir din. Bu uning aqida, ibodat, axloq, muomala, siyosat qatorliq hamma taraflarda namoyon bo'lib turadi. Islom oshqullik bilan passivlikdan yiroq bo'lgan bir kamoliyatning unvoni. O'ttirhollik chekidan oshirib o'tish bilan kam qilib qo'yishdan xoli bo'lgan holda islom talab qilgan bo'yicha o'ttirda ish ko'rish deganni bildirdi. Ulamolar o'ttirhollikni as-siratul mustaqim, ya'ni to'g'ri yo'l deb tushundirdi. Demak, islomning to'g'ri yo'lida menish o'ttirhollikni prinsip qilish bilan bo'ladi. Afsuski, kishilar o'ttirhollik deyilganda o'ttiri darajalik musulmon bo'lgan o'xshaydi deb xato tushunib oldi. Shuning bilan o'ziga nurg'un talablarni, qattiq talablarni qo'yib oldi. O'zini qiynaydi, boshqalarni ham qiynaydi. Shuning bilan dinning chegarasidan chiqib ketadi. Chunki dinning bir chegarasi bor. Ammo o'zimiz talab qo'yish orqali bu ziyoda qila olmaymiz va kam qilishga kam qila olmaymiz. Ko'rsatgan bo'yicha menish kerak endi. Neticede bu din nomidan o kişiye to'g'ri yo'ldan azdı, boshqalarni azırdı. Endi bu o'ttirhollik deganga aktiv energiyaga qarshi deganlikmi emas. Bu nima? O'ttirhollik aktiv energiyaga qarshi emas, balki nega qarshi oshirib o'tishga qarshi. Alloh taolo bizga Fotiha surasida bizni ihdinas siratal mustaqim, ey Allah bizni to'g'ri yo'lga boshlig'in deyishimizga buyurgan. Shuningdan keyinla orqadan o to'g'ri yo'lning, ya'ni to'g'ri yo'lga boshlig'in deganga ta'lim berib, uningdan u to'g'ri yo'lning nima ekanligini bildirib, siratal ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin, ya'ni seninki g'azibinga uchragan xristianlarning yo'ligimi emas, to'g'ri yo'ldan ezib ketgan xristianlarning, yahudlarning yo'ligimi emas va xristianlarning yo'ligimi emas, balki sen in'om qilgan to'g'ri yo'lda bo'lgan payg'ambarlarning yo'liga boshlig'in deb buni izohlagan. Demak, ya'ni bu to'g'ri yo'l payg'ambarlarning yo'li demak, ya'ni to'g'ri yo'lni izlamoqchi bo'lgan odam Qur'on Kerim bilan sahih sunnatga esilishi kerak. Bu ikkisi to'g'ri yo'lga yetaklaydi va to'g'ri yo'lning siziqini sizib beradi. İslam dinimiz təşəbbüs qılğan o'ttirhollik tasavvur, tushuncha, prinsip və əməl ibadat qatorliq barliq sohalarda chekidan oshirib o'tishdan yoki sal qarashdan yiroq holda eng to'g'risini tanlash va uni tutqu qilishni maqsad qildi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, deydi, biz bir kuni payg'ambar alayhissalomning yanida edik. Peygamber aleyhisselam yerge sızık sızdı. On tarafga ikki sızık sızdı, sol tarafga ikki sızık sızdı, oturga bir sızık sızdı. Onundaki şu oturdaki sızıkның üstüge kulunu koyup durup, mana şu Allah'ның dinidir dedi. Andın ve enne haza sirati mustaqiman fattabi'u ve la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Bu benim to'g'ri yo'limdir ve şu yolda meninglar, noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi degan oyatni o'qidi dedi. Demek o'ttirda, yani o'ttirdi bo'lish. Dinni qiyinlashtirmaganlar cho'ng xatoliklarga tushib qoldi. Masalan, din insonlar uchun rahmat bo'lib kelgan.
Allah Taala rahmat qilib avatgan dinni insonlarga shu rahmati bo'yicha, shu rahmat shafqat bo'yicha yetishtirish kerak, ularga yetkazish kerak va qiyinlashtirmaslik kerak. Bu rahmatning namoyon qilishi islomning butun sohalarida ko'rilishi kerak. Bu mavzuning dalili payg'ambar alayhissalom ikki ishning o'ttirisida tanlashga to'g'ri kelsa, gunohli bo'lmaydigan bo'lsa, yenikrakini tanlaydi deydi. O'ng'ayliq bo'lsin ummatimga deb. Endi dinni qiyinlashtirmoqchi bo'lganlar bilib bilmay islom da'vatining yo'lini to'sab qo'ydi. Dinni kishilarning hayotidan yiroqlashtirib qo'ydi. Chunki mundaqlar payg'ambar alayhissalomning o'ng'aylashtiringlar, qiyinlashtirmanglar va kishilarni qochirib qo'ymanglar, xushxabar beringlar degan hadisiga amal qilmaydi. Ya'ni bir narsani qiyinlashtirgandan keyin o jamiyatda ma'lum bir kishilarni yashata oladigan, boshqa odam yashatanmaydigan ish o'xshaydi deb kishilar undan yiroqlashib qoldi. Halbuki bu din har sohada, dehqon o'zining etizida, kadr o'zininki ishxonasida, savdogar o'zining bozorida, muallim va o'quvchi o'zining maktabida ching tuta oladigan va taqvolik qila oladigan, amal qila oladigan bir din hamdi. Hamma odam qila oladigan bir din. Jamiyatdagi ba'zi maxsus shaxslarni emas. Shunga bu dinni noyati surlik, noyati qiyin ko'rsatib o'tish orqali nurg'un kishilarni dindan yiroqlashtirib o'tadigan ishlar borda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamisha dinni o'ng'aylashtirib ko'rsatishga, dinning o'ng'ay talablarini, afzal talablarini ko'rsatishga noyati ahamiyat berdi. Bir kuni Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu'ningki kechilar uxlamay ro'za tutib, kechileri uxlamay namoz o'qib, kunduzi ro'za tutganligini anglab qilib, Rasululloh uni chaqirib, "Seninki badaningning senda haqqi bor, ahli avlodingning haqqi bor, hammasini joyida ado qilgan" deb uningdan to'sqanda, yana bir kuni payg'ambar alayhissalomning uyiga bir qancha kishi kelib, Rasulullohning ayollari Rasululloh yo'q vaqtida kelib Rasulullah'ın ibadetleri hakkında soruştu demdi. Diyen gün ayollar Rasulullah'ın kıldığı ibadet ve uy içindeki işlerini depbegendiğinden keyin ular Rasulullah degan burunqi ve keyingi bütün günahları mağfiret kılgan bir pak, masum peygamber. Biz degan günahkar bendilendi. Biz degan onda onundan jiqroq ish qilsak bo'ldi, amal qilsak bo'ldi deb birisi men ömür boyu öğlenmey ibadet qilman deyotgan. Birisi men yil boyu üzmey ro'za tutman deyotgan. Birisi her kişi uxlamay namoz o'qiman deyotgan. Uningdagi Rasululloh kirib, "Sizlar uni buni deysizlar, ammo men sizlarning eng taqvo kishinglarman. Lekin men kechalari ba'zi vaqtlarda namoz o'qiyman, ba'zi vaqtlarda bo'lsa uxlayman. Ramazondan boshqa kunlarda go'yda ro'za tutaman, go'yda tutmayman. Men kimki mening ummatimdan degan u mening ummam emas." Ya'ni bu nihoyatda qattiq hadis endi bu. O'ziga talab qo'yib olib, belki biz shunda qattiq o'zimizga talab qilib jiq ish qilsak, payg'ambar ko'rsatgandimi jiqroq ishni qilsak, Alloh taologa yarab qolamizmi degan bu ham xiyollardir. Payg'ambarni eshib ketolmaydi hamda hech kim payg'ambarni eshib ketolmaydi. Qur'on sunnati bekitilgan prinsipdan eshib ketolmaydi. Eshib ketgan odam yo'ldan ezib ketgan bo'ladi hamda. Chunki Qur'on va hadis oshqullikdan va oshirib etishdan tusudi. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e "Festaqim kema umirte ve men tabi'a ma'ake ve la tatgav innehu bima ta'malun basir." İyi peygamber buyurulğuningdek top to'g'ri, ravros bo'lgin, sende birlikte bo'lgan sahabilaring shundoq bo'lsin. Chakdan eshib ketmanglar. Shubhisizki Alloh sizlarning qilayotgan ishlaringizni ko'rib turadi deb ko'rsatgan. Din bizning aqlimizga yoki ijtihodimizga yoki xohishimizga yoki hissiyotimizga topshirilgan bir narsa emas. Balki u Qur'on va hadisning ruhiga ko'ra ish qilishga topshirilgan. Shunga Qur'on va hadisni to'g'ri tushunish va bu ikki manbaga ching esilish bizni barcha ozg'unlik turlaridan va uning yo'llaridan saqlab qoldi. Chunki payg'ambar alayhisalom "Men sizlarga ikki narsani qo'yib ketaman. O'shini ching tutsanglar, sizlar qat'iy ezib ketmaysizlar. Biri Allohningki so'zi bo'lgan Qur'on Karim, biri mening sunnatim." Yani Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nınki bizlerge düşürgen desturi, sünnet olsa şu desturunun ameli tatbikatı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu tatbik kılıp amelileştirip gösterken. İbn-i Mace rivayet kılgan sahih hadiste Peygamber Aleyhisselam'ın dinde aşırı etişten sakınırlar. Çünkü sizlerden burunkular dinde aşırı etkenlik sebeplik halak bolgan deb ko'rsatganlik rivayet kılgan. Yani İmam Müslim rivayet kılgan hadiste
dinni çiğnetip algıçılar halak bolsun degan so'zni 3 qatim degan Rasululloh. Yani Rasulullah'ın ümmetinden bir kişilerin, bir firqalarning kelib, dinni shunda qattiq ko'rsatib, chimmitib olib va dinni oshirib o'tib, Qur'on va sunnatnikidan o'zgartib o'tib, shunda qiladiganligini bilganlik uchun Rasululloh shunda ogohlantirgan. Bu aşkınlıkның xatarları intayin köp әмді. Çünkü dinde aşkınlık dinden yiraklaştırıp koydu. Hata yollarga kirip kalışına sebep oldu. Dini aşkınlıkның yıldızı habaricılığa tutuşudu. Çünkü 3. halife Osman ibn Affan radıyallahu anhu'nu katli kılganlar keyin o'tirg'i chiqqan havaric cemaatinin aqliyati ola. Xavarijlar Ali radıyallahu anhu'nun zamanında çıkan ama Osman radıyallahu anhu qatl qilganlar şu xavaric aqliyatiga ulsağanlar. Ularning mushundaq haddini eshib ketishga sabab bo'lgan narsa ularning e'tiqod sistemiga kirgizib olgan cho'ng gunoh qilganlar kafir oldu ve do'zaxda mangu qoldi degan e'tiqod sistemasi. Bunun Qur'on hadisning hech qanday bir delili yo'q. Endi ular cho'ng gunoh qilganlar kafir oldu ve do'zaxda mangu qoldi deb o'zi shu e'tiqod sistemiga kirgizib olgandan keyin xalqan sahobalarni ba'zi bir xatoliklari sababli yoki xatolik bo'lmasa ularga bilib bilmay ayda tuhmat qilib ularni xatolik o'tkazdi, cho'ng gunoh o'tkazdi deb kafir deyvergan endi. Osman roziyallohu anhuni shundoq deb qatl qilgan, keyin Ali roziyallohu anhu bilan kafir bo'ldi deb urushgan. Ammo Ali roziyallohu anhu xavarij bilan urushgan bilan ularni faqat kafir demagan. İslam milletini kafir demagan. Ammo ular degan, ular kafir bo'ldi degan shuni qilgan. Ba'zi sahobalarning ba'zi xatoliklari sahobalarning yoki xatolik bo'lmasa amaliyotda ali xatolik deb tushunib qolgan masalalar to'g'riliq kafir deb hukm qilayotgan. Demak bu aşkınlıkның yıldızı şu xavarijlarga berib tutuşuda endi. Xatarlik bir iş bu aşkınlıkda endi. Endi hozirgi hayot ko'rinishlarimizni mushu ashunda oshirib etishninki nurg'un nimalarini ko'rdik, namunalarni ko'rdik masalan. Nurg'un yoshlar bir zamonlarda o'zini azroq dindan azroq binasini bilib olib, azroq bir hadis va oyatning tarjimasini qilishni o'rganib olib, shuning bilan o'zining atrofidagilarni, qarindoshlarni hammasini bo'lib fosiq, biz taqvo. Hatta o'zining ota-onasini, ota-onam fosiq, biz taqvo deb ota-onasi bidastiganda o'tirib tamoq yegan qarindoshlarni biz ko'rgan. Yani halbuki Kur'an-ı Kerim ata-onang mushrik bo'lsinmi, kafir bo'lsinmi, sen ularga yaxshilik qilgin, bu dunyoda yaxshilik qilgin degan oyat bor. Ammo ular uni o'qimaydi. Ota-onasini, ya'ni o'zini noit taqvo, ota-onasini fosiq deb ko'rganlikdan shunday oshqulliqlar bo'lgan endi. Endi hozirgi zamonda bu diniy sohalarniki, masalan, din Ahmet'in aşkınlık nati belki addi bir misalını keltirsek mesela hazır şu korona zamanı deyimiz hem de mescid-ki nurgun adam sığmaydı cümlelüklerde. Hatta onunki cemaatninki mescid-ki kelgan cemaatlarninki 5 hassisi yoki 4 hassisi yoki 7-8 hassisi mescidning sirtida turishga majbur bo'ldi hamma yerda. Mescidda ham bunda yaqin turmaganlik uchun hamda anda bo'lgandan keyin bu bazı memleketlerde qattiq soğukta turdu, soğuk günlerde. Bazı qattiq issiq memleketlerde issiqda turishga majbur bo'ldi. Ustida endi soyibami binasi yo'q. Lekin yani bu ki cemaatning holiga qaramaydi. Bu vaziyatdagi o'ttirhallik qanday qisqa sura o'qib insanlarni, cemaatlarni rahatlantirish, namozni tezroq tugatib rahatlantirish. Ammo bu yerdagi oshqulliq, oshirib o'tish, uzun suralarni o'qib, ularni qiynash. Chunki imom o'zi sug'utqining yanında o'tirdi, hech kimni his qilmaydi. Ammo sirtda turgan insonlarning nurg'unisining joy namozmi yo'q. Shu issiq yerda puti kuyab, hatto putini olib tushdi. Ajda öz gözünü ko'rgan edamdi. Mushumi bir odatda, ya'ni ko'zga ilmagan ishlar, lekin mushuningda shu oshqulliqningki turi bordi. Uningdan boshqa masalan, yo'llardagi masjidlarda, yo'llarda safar ustidagi masjidlarda imom bo'lib olganlar uzun sura o'qib, namozni uzurtib o'tirgan. Halbuki u yo'ldagi musofir yo'lga oldiraydi, mashina ichida bolalar saqlab o'tirdi masalan shunday. Ya'ni demak bu dinni tushunmaganlik yoki kishilar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin
İmam Buxoriy ve İmam Müslim rivayet kılgan sahih hadiste Peygamber Aleyhisselam deydi ki men her qatam şu namozni suri o'qay deb namozni boshlaganimda orqada turgan jamoatlarning orasida kichik bolalarniki yig'ilgan ovozni anglab qolsam qisqa suri o'qib namozni tugatdi. Peygamber rahmat shafqat payg'ambarininki bizga ko'rsatgan ko'rsatmasi. Ammo biz bu payg'ambarga ergashmay kimga ergashamiz? Yani bunu iş gereken. Biz dinga qanchalik ixlosdan bo'lib ketgan Peygamber Aleyhisselam'ın iş bitemeyiz. Aleyhisselam bu dinin rehberi. Onu tunca tebliğ kılgan ve hayatlıkta tatbik kılgan zat buluş süpütü bilen İslam ümmetiga her bir işte ölgü kaldırıp ketken. Müslümanların beşiğe gelgen baxsizliklerinin hemmesi aşırı etiş yoki kemaytib etishdan iborat. Bu iki xatolik yüzsüzden desek mübaliğ bo'lmaydi. Çünkü xuddi tuzu ütüp ketken tamak lezzetini yo'qotgandek tuzsiz tamakmı tetimaydi. En yaxshi qanday bo'lish kerak? Tuzu joyida bo'lish kerak. Şunu şu dinimizin o'ttirda en afzaliyetini, en mükemmel tarafını tutsak, buyurulmagan, çektiğini iş bitadigan işlarni qilmay ve passivlikni qilmay, o'ttirda tutsak sırat-ı mustaqim tuğanımız. Sırat-ı mustaqim degan tüp-tüz yol. Sırat-ı mustaqim tüp-tüz yol. Her narsaning o'ttiri en afzali. Kunninki tush vaqtida osmonning o'ttirga kelgan vaqti onunki kamalat yetgan vaqti, kunduzning kunning kamaliga yetgan vaqti. Bir musulmonning islomning dalilini tutgan vaqti, oshirib etmay va kamaytib etmay dal o'tirsin tutgan vaqti musulmonning kamaliyati hisoblanadi. Alloh taolo hammamizni islom dinimizni mukammal tutishga va oshirib etishdan kemaytib etishdan iborat ikki naqislikdan saqlanib mukammal mu'min musulmonlarni bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Keldigan hafta bir bo'lish umid Allohga topshirdim. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.